Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarni yana o'zimni disklarim bilan tanishtirishda davom etaman. Ya'ni o'zbekcha disklar bilan. Izohlarda kimda shunaqa disklar bo'lgan yoki haligacha bor ular haqida yozib qoldirsanglar bo'ladi va kimgadir disklar kerak bo'lsa bizga murojaat qilsa bo'ladi va ushbu videoni shunaqa disklarga qiziqadigan do'stingizga yoki haligacha eshitgan do'stingizga jo'natib qo'yishlar bo'ladi. Videoga like bo'lishi mumkin. Demak, boshladik. Mana yalla ansambl audio CD'si Amerikada ishlab chiqarilgan. Eng yaxshi tema qo'shiqlar, sariq qo'shiqlar. Sevara xonni taklif qilib nomlangan audio CD albomi. Nomini yopiq disk Davron G'oyipov original guruhning audio CD diski. Tirajda chiqarilgan. To'xtayman. Sevara xonni ham CD'si Tarona Records chiqargan. Bu Sevgi deb nomlangan. Bu Ravshan Namozov Xayol deb nomlangan albom audio CD'si bu firmasi chiqargan ekan. O'shim chiqib ketamiz. Bolalar guruhini DVD diski 3 ta konsertning ichida 2009, 11, 12-yil konsertlar Yozboy Toyf MP3 diski ohangida chiqargan. O'shim chiqib ketamiz. Gulzoda Xudoy Nazarova studiyada chiqarilgan. Farhod M12 Mana bu CD diski. CD diski qo'shimcha qilib ketdik. Xullas, bizda bugun shular edi. Shularni tanishtirib o'tay degandim. Bizani kuzatishda davom etaylik. Yaxshilar hali oldinda. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.